Keyingi iqtibosimiz Peter Druckerdan, menejmentda otasi. O'lchangan narsani o'zgartirish mumkin. O'lchangan narsani boshqarish mumkin. Bu asli menejmentga bog'langan, menejment termini. Bizni endi tadbirkorlar nechta foiz kuzatayotganini bilmayman. Tadbirkor sifatida biz buni doim ishlatamiz. Men bolalarni maktabda misol uchun kech qolishini kamaytirmoqchiman. Birinchi qiladigan ishim nechta bola kech qolayotganini bilishdan boshlanadi va biz buni qildik ham. Bolalarni maktabga kelishini ko'paytirmoqchiman. Nechta bola kelayotganini bilishim kerak. Hozir biz rekordga chiqdik, ya'ni 93% menimcha 94% o'quvchimiz maktabga kelyapti. Buni o'lchamasak bilmasdik. Paytlari bo'ldi bu 90% edi. Ya'ni bir infeksiya bo'lib kasallik ko'payib ketgan payt 88% bo'ldi. Buni o'lchasakkina keyin biz boshqara olamiz. Hey, qolib ketyapsan, o'qi, kelinglar, nima bo'lyapti, nega kelmayapsan? Bu asli biznes termini, lekin biz oddiy hayot haqida gaplashamiz. Hayotda ham xuddi shu. Vaqtim yetmayapti, vaqtimga baraka kiritmoqchiman, vaqtimdan unumli foydalanmoqchiman demoqchimisiz? O'lchaylik. Qancha vaqtingiz qayerga ketyapti? O'zingiz uchun daftarda, mana soatga bu ishni qildim yoki telefoningizda screen time yoqib qo'yishingiz mumkin. Telefoningizda digital well-being bor Androidda, ya'ni tsifrovoy благополучие deydi va ekranli время bor iPhone bo'ladigan bo'lsa agar. Kiring, ko'ring, 1 soatda, 1 kunda qancha soat nimaga sarflayapsiz? O'zingiz yozing, analiz qiling. Xronometraj deydi. Xronometraj qiling. O'lchaysiz, ana keyin boshqara olasiz. Nimaga qancha vaqt ketayotganini. Bir nimani kuchaytirmoqchimisiz? Kuchliroq bo'lmoqchimisiz? Hozirgi kuchingizni bilishingiz kerak. Necha kilo ko'tara olasiz? Qancha yugura olasiz? Axloqingizni yaxshilamoqchisiz, yaxshiroq inson bo'lmoqchisiz. Qanchalik yaxshi insonligingizni hozir bilishingiz kerak. Buni ham o'lchasa bo'ladi. Odamlardan so'rashingiz mumkin. O'zingizni yaxshi tomonlaringiz, kamchiliklaringizni yozishingiz mumkin. Ustozlardan so'rashingiz mumkin, nima kamchiliklarim bor menda deb. Istalgan narsani boshqarish, istalgan narsani o'stirish o'lchashdan boshlanadi. O'lchashdan ham maqsad shu. Testdan ham maqsad shu asli. O'stirmoqchimiz. Til o'rganmoqchiman deydi. Til o'rganishning birinchi qadami hozirgi tilingiz qaysi darajaligini bilish.